Backendchi bo'lmoqchisiz, lekin qaysi dasturlash tilini tanlashni bilmayapsizmi? Bu savolingizga video davomida javob topishga harakat qilamiz. Backend sohasiga endigina kirib kelgan dasturchi uchun tilning muhim jihatlaridan biri bu past kirish chegarasi hisoblanadi. Ya'ni oddiy qilib aytganda, tilni tez va oson o'rganish degani. Va bu jihatdan PHP qolgan tillarga qaraganda eng mos keladigani. PHP ning qolgan afzalliklari ham ko'p, masalan, ish o'rinlari ko'pligi, hostinglar arzonligi, kuchli frameworklarga egaligi, Laravel, Yike, Symfony va shu kabilar. Real loyihalarga tez kirish mumkinligi va hozirgi kundagi backend proyektlarining 4 dan 3 qismi PHP da yozilgan. V3Tex 2024-2025-yilgi statistikasiga ko'ra 74,5% internetdagi veb-saytlarning backend qismi PHP da yozilgan. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, buni backendchi bo'lmoqchi bo'lgan do'stingizga yuborib qo'ying.